Amir avtosavdoda $7300 sizlar uchun yaxshi Malibu 2 mashinasi. Xo'p, 2019-yil 78,000 kilometr masofani bosib o'tgan 1.5 turbinasi bo'ladi. Oqila mashina holati zo'r holat turibdi. Balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham yaxshi holatda. Tayinlovka ruxsatnomasiga oqila 1 oy qolibdi. Xo'p, salonlari ham yaxshi holatda ko'rishingiz mumkin. 78 ming probeg, Evocordan ko'rilib solingan. Sidina holatlari ham yaxshi holatda turibdi oqila. Mashina benzin holatda. Orqa tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Texnik holatda hech qanaqa muammosi yo'q oqila. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, kraska holati mana shu ikkita eshigida shundoq oysimon kraskasi bor ekan, ya'ni krilosini yarmida petnosi bor ekan. Qolgan joyi top-toza o'zinglar uchun tekshirib, prerka qildirib olaverasizlar. Xo'p, dokumentda hech qanaqa muammosi yo'q. Mana shu yerda ham aytib o'tay, krilosida rextovkasi bor ekan. Mashina motor, korobka, ходовой qismlarida hech qanaqa muammosi yo'q. Ideal holatda, luklari ham ishlab turibdi. Akamizga pul so'rashni zo'rlagan. Bo'ladigan narxni kam yo'qda aytdilar. $7300 bu holida bemalol telefon qilib, baraka qilishingiz